Assalomu alaykum. Baxtiyor Uz kanalining obunachilari. Bugungi Xudo xohlasa kunimiz 17 sentyabr. Hafta kuniga chorshanba. Hammalaringga xayrli, barakatli bo'lsin. Xudo xohlasa Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman Soybo'y mahallasi Fazliddin ukamizni firmasiga tashrif buyurganmiz. Taklar bosib turibsan aka, bundan bag'riga mollar zo'rlanib chiqarib boraveramiz. Joningiz sog' bo'lsin aka. Ikkinchi qoringa aka, obunachilaringizga ikkinchi qoringa bo'g'ozimiz bor. Eston bo'g'ozimiz bor. Xohlaysa tug'dirib beramiz. Xohlaysa shundancha dastlabkasi bilan qilib beramiz. Narxlari ham bomba aka. Joningiz sog' bo'lsin ukam. Mana yurish-turishlar bor. Qaygan achaman deydigan sirasi aloqaga chiqib Yurish-turishlar baho berib ko'rasiz. Xudo xohlasa videolarni yoqqa chiqamiz, like bosib obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Xudo xohlasa sog'liq joyi, yeb-ichishlar joyida. Yuvoshlarni ham ko'rsatib beramiz. Mana yuvoshlar. Suskalari, to'rosi ham butun. İki tomondan ham Butun. Oyoq qo'llari, sog'lomliklari. İki tomondan sog'lik. Bemalol Xudo xohlasa Bexijolat aka mana. Yelini solyapti, hali bir xatda nari beri bor tug'ishiga. narxini necha pul deyapsiz? Narxi aka yopishtirib aytaveraylik, 33 million so'm kami bor. Talashaylikmi ukam? O'zi yaxshi aytdim aka. Tushib berasiz necha? Mana 500 ming so'm kam beribsiz. Bo'ldi ukam, bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. 2,5 million so'm, xohlaysa 32,5 ichida aka tug'dirib beraman, xohlaysa shundan dastlabkasi bilan qilib beraman. Bo'laveradi. Yana bitta jupi bor buni. Surola. Buni ham ko'rsatib o'tdim. Xo'p bo'ladi. Hozir yetaverasiz. Hadi joningiz sog' bo'lsin. Yedisida oyoq qo'llarni sog'lomligida 200% garantiyalar bilan olishaveradi. Hurmatli obunachilar, yurish-turishlar baho berib berasizlar. Xudo xohlasa ekranga ko'rinib turgan nomerlarga telefon qilaverasiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Ikkinchisi bosh sigirimiz. Bo'g'ozimiz. 3-qoringa bu. 3-qorin. 3-qoringa bu ham yetilib turibdi jonivor. To'xtab. 3-qoringa tug'adi aka. Xudo xolasa jonivor ikki tarafdan uryapti, egizak tug'ib olishi ham mumkin. Xudo xolasa. Bas. Yelini solyapti uni. Necha yurgizbe? Suskalari dahshat. Keling, ma'lumot ko'rsatamiz. Mana. Necha tot? Tot, chi. Yur jonivor. Xudo xolasa sog'lomliklari hamma. Xudo xolasa. Buni ham aka tug'dirib dastlabkalar ichida qilib beraveramiz. Boshqa viloyat bo'yicha ham aloqaga chiqish bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramizda. Xullas, kelishilgan narx ichida hozir biz aytilgan narxni vodiy bo'ylab qilib beramiz. Keyin butun O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqsa qilib berilaveradi. Necha pul narx aytyapsiz bunga? Bunisi aka 37 million so'm kami bor. Kami bor. Kami bor. Kamini ancha tushib berasiz. Kamini ancha tushib beramiz. Vodiylar ukalarimizga 36 million so'm kami bor. 36 million kami bor. Bo'ldi. Molga bexijolat aka. Bitta Alloh qalarni ham ko'rsatib berdi. Xudo xolasa. Turuvlar baho berib berasiz. Xudo xolasa. Stoykalar. Stoykalar. Surolani originalidan aka. Surolani original. O'rnini qarang. Xudo xolasa, jup tug'ishi mumkin, xudo xolasa. Aka opangizlar. Jup tug'ishi mumkin. Aloqaga qo'yasizlar. Old tomondan yurishlar. Bo'ldi ukam. Ukalar. Jupiga. Jupiga qancha qilib berasiz? Jupigami? Jupiga? Jupiga o'zi yengil aytdim. 32,5 36. Bo'laveradi. Tug'dirib ham beraveramiz mana shu narx ichida. Bo'ldi ukam. Tug'dirib dastlabkasi ichida qilib beramiz. Obunachilar. Bular baylaqqa tushgan o'tdi, endi baylab chiqyapmiz. Bo'ldi ukam. Mana yurish. Chap tomondagi jup tug'ishi mumkin ayon. Xudo xolasa, obunachilar. Ekranga nomer telefon qilib so'rasizlar. Xudo xolasa, kami bor. Bunisini ham kami bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'y mahallasida. Fazliddin ukamiz firmasi turib mollarimiz. Tazanlarga bosib obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.
Jonlaring sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Bugungi hammalaringga xayrli, barakatli bo'lsin. Tayyor sigirlardan ham aytgan. Tayyor sigirlardan ham bor. Aloqa chiqaverasizlar. Aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa. Mana shu. Olib turing. Ketadi, otasi. Turishlar joyida, sog'liqlar joyida, xudo xolasa. Aloqa chiqsang dastlabki xizmatlarimiz bor. Kanalimiz rivoji uchun like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Aksincha obunachilarimiz. Jonlaring sog' bo'lsin, salomat bo'linglar, o'zlaringiz qo'yinglar. Bugungi hammalaringga xayrli bo'lsin.